Baliq oviga qiziqadigan vodiylik aka-ukalarim bormisizlar? Unda ushbu video sizlar uchun. Kelayotgan 2026-yil 1-yanvar kuni Dang'ara shaharchasida Chodagli mahallasida mana shu ko'rib turgan baliq ko'lingizda baliq ovlash bo'yicha chempionat bo'lib o'tadi. Eng muhimi ushbu chempionatda 1-o'ringa Umra safariga yo'llanma, 2-o'ringa Tiko avtomobili, 3-o'ringa yana Tiko avtomobili, 4-o'ringa televizor, 5-o'ringa velosiped va ko'plab qimmatbaho sovrinlar o'ynaladi. 2026-yilning dastlabki kunini qimmatbaho sovg'a, hamma inson orzu qilib kutgan Umra safariga yo'llanmani qo'lga kiritmoqchimisiz? Unda siz mana shu baliq ovida qatnashing va uyingizga baliq bilan qaytib keting. 1-yanvar kuni biz sizni mana shu joyda kutamiz. Ha, aytgandek, vaqtliroq kelishga harakat qiling. Joy yetmay qoldi deb xafa bo'lib yurmang. Sog' bo'ling.